Taniqli aktyor Abdumannon Ubaydullayev vafot etdi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. 7-avgust kuni O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan yoshlar murabbiysi, san'atshunoslik fanlari nomzodi, professor, taniqli kinoaktyor, rejissyor va pedagog Abdumannon Ubaydullayev 86 yoshida vafot etdi. Bu haqda Kinematografiya agentligi xabar berdi. Ma'lumot uchun, Abdumannon Ubaydullayev kinorejissyor Zulfiqor Musoqovning Vatan filmidagi roli bilan xalqqa tanilgan bo'lib, bugunga qadar Omad, So'nggi lahza, Hijron, Nazar, Yigit yig'lamasin, Aldangan ko'ngil, Mehr kabi ko'plab badiiy filmlarda va bir qancha milliy teleseriallarda rollar ijro etgan ijodkor bugunga qadar O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat instituti ovoz rejissyorligi va operatorlik mahorati kafedrasida talaba yoshlarga ta'lim berib kelayotgan edi.